Mana xudo xolasa inshaalloh Rishton g'ishlari keldi shu uchastkaga. Chiroyli, sifatli g'ishlar. To'kilishi ham mana zo'r bo'lib, mana xudo xolasa. Andijon viloyat Asaka tumani Axtachi qishlog'iga kelib tushyapti bu g'ishlarimiz. Xudo xolasa. Ko'rsatmasin. Mashalloh. Shu hoji akamiz usta urib beradi chiroyli qilib. G'ishti sifatiga gap yo'q. Men 10 ta 20 ta yerdan surishtirib, men o'zim egasi bo'laman. Oxiri Rishtonga zakaz berdim bu g'ishti. Mana. Xudo xola 70 ming g'ish olmoqchiman. Ustalar ishni boshlayapti. Ishlarimiz kelib tushdi. Xudo xolasa yana zakaz qilamiz.